Assalomu alaykum qadrli chorvadorlar. Bugun sizlar bilan Mostfa korxonasining yem aralashtirgich mikseri haqida gaplashamiz. Bu jarayon 2019-yil Toshkent viloyati To'xtaniyozota fermer xo'jaligiga naslli buqalarni oziqlantirish uchun zamonaviy ozuqa tarqatuvchi maydalovchi Most firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan mikserimizni taqdim etish jarayonimiz. Bu mikserimiz ko'rib turganingizdek jarayonda ishlaydi, ya'ni ko'p yillar davomida sizga xizmat qiladi. Agarda sizga ham shunga o'xshash uskunalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Most firmasiga murojaat qilishingiz mumkin.